bu filmning tajdorligini Gül Malika sog'lomlik mahsulotlari shirkati ustiga olgan. Gül chiroy qiz Malika, Gül Malika, suyganimsiz Malika. Gül chiroy qiz Malika, Malika, kuygunimsan Malika, Malika. Gül chiroy qiz Malika, Malika, suygunimsan Gül Malika, Malika. Gül Malika sog'lomlik mahsulotlari. Sizning ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat aytaman. Ben ko'p o'ylandim. Mening sizningki ziyoratimizni qabul qilishimning maqsadi texnik ko'p yoshlarningki menga o'xshash yo'lni bayon qilmasligini. Mening hikoyamni anglagandan keyin men ibrat olishimdir. To'g'rilabsiz. Sizdan bunday bir gapni so'rab haqim keldi. Materialınızı to'liq ko'rib chiqdim. Siz oila iqtisodida yaxshi bo'lgan oila cho'ng bo'lib ekansiz. Lekin siz shunday oila cho'ng bo'lgan turibmi? Ota-onangizga va davlatimizga yaxshi javob qaytarishni o'ylamay, qanday qilib bu jinoyat yo'lini tanlab qildingiz? Menga hamma ahvolni tafsilot berasiz. Yaxshi oilada sizningcha kimning shunday yo'lda nomus bor deysiz? Har ishning sababi bo'ldi. Agar ota-onam menga bo'lgan muhabbatini pul bilan o'lchamagan bo'lsa, o'qituvchim boshqalarning oldida meni haqoratlamagan bo'lsa, jamiyat mening yaxshi odam bo'lishimga yo'l ko'rsatgan bo'lsa, balki men bu yerda bo'lmasligim mumkin. Qani efendim, xatiringizni ayting. Men sizga kechirmishlarimni bir-birlab so'zlab beray. Men shu chog'da boshqa bolalarga o'xshash ularning asrishiga, ota-onamning mehr muhabbatiga ehtiyojli bo'lgan. Lekin ular meni ehtiyojli bo'lgan barliq narsalarni pul bilan hal qildi. Ama ko'ngil bilmadi. Mening bugungidek ovqat qilishimda ularning mas'uliyati bor edi. Bu hikayeni benim balalık vaktimden başlayıp söyleşik doğurdu. Aldırma. Yetti dakikanda andın seçiyorsun. Ben yıkamsın. Tekniğiyle onun işini götürüyorsun. Mamnun karıncası bu yere götürmeyse. Mamnun şunu yapıyorsan. Şu adaş, akşam kiygen köyünü kim kırap o bölümlerin annemizin içinde ot gitti degine. Kim bakar geldi?
Dadama motosiklet Oğlum, bu tapşırıqni men sana tushuntirib bo'lmaydi ekan. Buni bilan saviyam yetmaydi. Mana o'g'lim, mana opamdan yana ko'p opam tushuntirib qo'ysin, ha? Ha so'zi. Adashibdi. Apama motosikletni tushunmaganda. Balımın ders ötkendim sağanta. Yaxşı alsam bulmandı dersini. Yaxşı anlaganim shu ozroq ham tushunmadim. Ben bek aldıraş balam. Dadam tushuntirib qo'ysin, ha? Dadam so'ragandim, sizdan so'rang degan. Ha? Ondan sonra hazır çıkıp, dadga yalırını işleptim. Ben sen turp çıkayım kızım. Bakın. Maalesef. Adaş, emdi paranı söyle. Bu texniçi o'ltiribsan-ku. Qanday deganlik nashlar? Akşam yaş uxlayamam, haqiqat mijozim yo'qsin. Uyga sirti yo'q turgan. Sening buguning qachon tugaydi? Sen kiyim kiyishdan bilak, grim qilishdan bilak, endi nima ish qila olaysan? Yapımısını hazır tayyorlayman. Bo'ldi. Mening hozir ko'rishgan muhim xaridarim bor. Sen baliq tomoq tayyorlab ber. Ma'qul. Qo'lam qopdingmi? Nega? Men bugun atdigan tomoq etamayman. Tushdimi o'tga qilmayman. Hozir 20 kun elarsan, atdiganda tushda sirtini yo'q ketaman. Hozir 110 yurman. Voy o'g'lim, nima chiqib o'tding? Rasm chizatamsan? Opam qani? Apam ishim bilan chiqayotgan kechaq tilmalayman. Hep. Ya öyle o'ltirmagan bu. Ya bir issiq tomoq etmagan. Bu kunlarni qanday qilamiz? Xalasda meni kitobxonaga olib Kitapxonga? Kitapxonga berib nima ish qilsa? Bir muncha dars kitobing turdi. Bu dars kitobini asli o'qimaysa, oldi bilan bu ishni yaxshi o'rgan. Kitapxonga berib nima ish qilsa? Xonim topshiriqqa ketdi. Shu kitobni aytlikka kilolarga maktab borganlar. Bu ma'lumotning kekining to'g'riligi. Bir muncha material berdi sizlarga. Bu materiallarni yutib olmayapsa, endi kitobxonda uni al, buni al deb selaqsilab qanday ma'lumki bu? Oldi bilan mush darslarni tugitib bo'lgandan keyin analikin bo'rsanmamda. Hey, bu maktabnisi. İşte. Bakın, edep kitaplarını berip, kitaplarını ağın. Bir kere mening azroq ishim bor. Hemen boshqa kuni bizlar berish kerak. Ma'qulmi? Voy, bu o'zgardiran nima bo'lib ketdi?
Aqla urushdingmi? Nima ish qurishib qolding hamda? Mushda tayoq yeb ketgidek biz ko'zlarim. Utanışı karanlıkta tüylüysün. Nima deding? Ota-onasi yo'q demda? Kim o? Qaysi sinfda o'qiydi? Ma'lum bilamdi? Şu malum atanın çakılıp gel degen dadamın yapağını çıkarsın çakılıp gel degen ki Qanday ma'lum bu? Bu tayoqni saysan. Gunohni biz qo'yamdiki? Ota-onasi bizga emas. Maqra men seni o'g'il ol deb to'n qildim. Buningdan keyin o'zing bilan tang tushpali bilan urushib qolsang, hargiz qo'rqib ketma. Kuching yetmasa, qulog'ing nim chiqsa ol. Usang bilaverdi, igisiman. Buningdan keyin boshqalar bilan urushib tayoq yegan holtingni men ko'rib qolmay, ya? Ma'qulmi? bunun mümkünen hiç kimge bozuk olmayla. Bo'ldi. Yaxshi o'g'lim. Shundan boshlab o'zimni boshqa bolalarga ota-onamni boshqa bolalarning ota-onasiga selishtirgan bo'ldim. Shu sababdimiki har qancha tirishib o'rgansammi, barbara o'qishdan chekinib ketdim. Dadamning sen boshqa bolalarga bo'zak bo'lsang bo'lmaydi. Ular cho'qim o'zingni ko'rsatib qo'yishing kerak degan so'zi menga ta'sir qilgan ichida. Siz savoqdoshlarim bilan urushadigan bo'ldi. Ularga kuchim yetmasa, kaltak yoki shunga o'xshash odamzodni o'zimni qoltis mo'chi yomon ko'rsatishga erishdim. O'qituvchimni men barbara o'shib ketdi. Sizlar savoqdoshlarim va boshqa bolalarning oldida meni haqoratladi. Yaşlık hayatının cilvesi, ayollik sıfatının kapaleti, sağlamlık elçisi, Gül Melike. Bu çağlarda hakikaten mektep okumum kelmedi. Barbara mektepte varmaz bu oldu. O'qishga bo'lgan qiziqishim faqat yo'qdi. Shunday qilib boshlang'ichni nihoyat tez bitirib suluqsizga chiqdim. Elbette sharafli o'quvchimni ma'lum so'raydigan aqlli bo'ldi. Suluqsiz o'qish hayotimda xeyli yuz topdim. Olim qaroqchi, olim o'g'ir desa, menimiz tuniydigan, meni qo'rqadigan bo'ldi. Undaqda ota-onangiz sizdagi bu o'zgarishlarni bilmadimi? Albatta bildi. Men bu kunlarda kunda ota-onamni til anglaydim. Hadi mekle. Çıkınyan mektep almapsa, nerede çıkıp yürüyse, savaşlaştıranlarla mı uğraşıpsa, bizsini müşüne olsun dep çoğun kıldık mı? Ha? Biz ne cepalı bilen sizni tırışıp durmuş, okutup, yaş alim mekteplerine ötküzüş için cepalık bulup tepatımız. Acaba sana ne çıkıp versek buldu? Dada sana pul versen mesleğin dinamo yaşım gerek mi?
Mahbine, ben bilen kontrol ettim sen. Eteğini sandım çıkıp pesek buldu, ha? Bo'ldi. Men kutgan narsam hamda vaqt o'tdi. Menga lozim yo'q. Vaqt o'tib bo'ldi. Sen nima demoqchi? Oilaliqlikka ota-onam aytdi. To'xta! To'xta! Mahbine! Ma'qul ma'lum. Biz uni bilan bir paramlashib boqayli. Bo'ldi ma'lum. Ma'qul biz kelsa, uni bilan yaxshi paramlashib boqayli ma'lum. Ma'lum. Olimjon, men o'tiray. Sog'laydigan gap bor. Alsa maktabda bolalar bilan urushibsa, o'qituvching tarbiya qilsa, o'qituvching bilan urushibsa, zod yaxshiroq o'qisang bo'lmamdi maktabda. Muallim men yana chaqirdi sizga. Ey bolam, biz seni kichigingdan tortib bir o'g'il deb, hamma narsangni og'zingdan chiqqan qil taqib turyapmiz. Bizning yuzimizda o'qituvching oldida yurib qilsang bo'lmamdi. Apa mening maktabda o'quvim yo'qdi. Sen maktabda o'qimsang nima ish qilsa hozir? Bir acaba baldır qaytib keldik-ku. Hezaydigan pul tugiga o'xshamamdi. Endi bundan keyin kechroq kelay. Arab tamoq-ku. Endi gap yandiryapsan-ku. Ha? Qaysi kuni yanchig'inda 500 ga pulni o'g'irlab ketibsa, nega pading? Şoň bolsaň oğru bolamsan sen? Noçu bolsaň öýdük pulny oğurlamay, sırt çıkıp oğurlyk kılıp janyň bekpaka? Bo'ldi. Men bu yerdan bak serikkan mening bunday qayil turg'um yo'q. Ey bolam, aytmag'dan to'xta. Qara, ko'rdingmi? Biz aytvalab beşimiz kütügen balmaş şu. Qara onun gap sözleri nima deyapti magoy? Bola kichik tutsa unda degan bilan sizlar boshqa yomon bolalar alishib qanday qilamiz? Qanday qilsin? Bunda aram tamoq qo'yni. Ne japa bilan cho'nqimliqma bu balni? Ondaqda siz shu chiqib ketgancha uyga qaytib boqmadingizmi? Ota-onangiz bilan aloqasiz boqdingizmi? Keyin qanday bo'ldi? Aloqa qilishni o'yladim. Biroq yana voz kechdim. Men uydan chiqib ketgandan keyin bir necha kun tamtirab yurdim. Qo'sqimni ichib madursizlik ketgandim. Akşamı uxlaydigan joy yo'q. Bir necha oqshomni bog'chada ko'rikning ostida uxlab o'tkazdim. Uyga qaytishni o'ylashdim. Biroq dadamning "Nochi bo'lsang uyga kelmay jinini beqboq" degan so'zi quloq tuyimga ketmadi. Shuning bilan men uyga qaytishdan voz kechdim. Bir necha kundan keyin
bir neçkim olsun. İki gündek bo'lib qoldi. Sen bir gün. Bo'ldi. Senga berdim. Isming nima? Jurat. Sen için. O'zingiz kattaman? Ha. Nima sababdan? Tövbe işinin aldığında apamın yaptı. Dada kumağında kaldı. Acık gelsen, acılman deyip bir gün oldu. Şunu çiğdeyemem ben çıkarttım. Sen mi çıkarttı yapmanı söyledin? Ha, ben hiç kim bakmadım. Ne bir sebepten? Ata-anamla ailem nasıl oldu? Şunda kiyimimizni asalib to'plagan albatta mana o'qituvchim taqdim qilgan kichigimdan tortib otilib kelgan olim o'g'ri olim qaroqchi degan shu so'z kallamdan ayib ketdi. Shu man aql topgandek bo'lib juratga o'g'irlik qilib kun o'tkazishni dedim. Juratim qo'shildi. Shuning bilan biz maslahatlashib yurtimizdan ayrilib bu shaharga kelib o'g'irlik qilib yashashni tanladik. Dastlabda bu kasbni o'rganib bo'lguncha xili jafolarni tortdik. Keyin yillarning o'tishiga ergishib bizmi xili yetishgan pishqan o'g'irlardan bo'lib yetishib chiqdik. Bir kılık söylemek lazım. Manet bu. Maço. Çakmak.奔波的風雨裏，不羈的醒與醉，所有故事像已發生，漂泊歲月裏，風吹過已靜下，將心意再還誰，讓眼淚已帶走夜潮水。觉得呢？Sanki çıkandı onu. Oldu partisi meğerle. Abaldı bal ele bire. Okşa sevmez mi? Ona bakayım. 天真的聲音已在減退，你只為着目標相距。凝望夜空，往日是誰領會心中疲累？來忘掉錯對，來懷念過去，曾共度患難日子，總有樂趣。不相信會絕望，不感覺到躊躇。在美夢裏競爭，每日拼命進取，奔波的風雨裏，不羈的醒與醉，所有故事像已發生，漂泊歲月裏，風吹過已靜下，將心意再還誰，讓眼淚已帶走夜潮水。來忘掉錯對，來懷念過去，曾共度患難日子，總有樂趣。不相信會絕望，不感覺到躊躇，在美夢裏競爭，每日拼命進取，奔波的風雨裏，不羈的醒與醉，所有故事像已發生，漂泊歲月裏，風吹過已靜下，將心意再還誰，讓眼淚